Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Mana bu uylarni mana shu holatini davri o'tdi. Endi buzishga shoshilmang. Mana shunaqangi uylarni ham mana bunaqangi fasonlarda qisilishni iloji bor ekan. Biz buni ilojini topdik va ustakamizni yoniga kelib, shu bilan hozir suhbatni olamiz. Assalomu alaykum. Ustalar dunyosini admini va ustalar dunyosining obunachilari. Tanijolar sog' bo'lsin. Nima deymiz? Bugungi xonadonimiz gip-gikamin qilingan. Qanday savol bo'lsa yoki obunachilaringiz ichida qanday savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol yoritib beramiz. Xudo xolasa, Alloh qodir qilgancha, qo'ldan kelgancha. Bizga endi buni kvadrati, nimadan tayyorlanishi, qaytqilarga dastavkasi bor, narxlari hammasini ichida bitta tushuntirib bersangiz endi. Endi nimadan tayyorlanishi degan savolga qadrdonlar, bu tabiiy mramor tosh tuxumidan tayyorlangan, Qashqadaryodan keladi. Orqasiga shu stekli hovuz degan qog'ozimiz bor, Rossiyadan keladi, shisha toladan yaratilgan qog'oz, ya'ni bu suvni olmaydi, o'tda yonmaydi. Mana shu qog'ozga qumimizni yopishtirib chiqamiz kley yordamida. Endi yopishtirgandan keyin mana shu chiroyli fasollar kelgan, bu fasonimizni mana qilib devorga yopishtiryapmiz, shundoq qilib. Devorga yopishtirgandan keyin treshina bermaydi. Quyoshda rang oqarmaydi, sababiki bu tabiiy mramor toshda rang oqarmaydi. Keyin ozgina sho'rga ham chidamli. Xo'sh, yana nima deymiz? Suvda bemalol mo'yga qilsa bo'ladi. Eng qizig'i. Bola chaqalar kir qiladimi, loy qiladimi, boshqa narsa bo'ladimi yoki to'y marosim bo'ladigan bo'lsa, bitta mo'yga qilasiz, karchillab, yana yangidek turaveradi. Shu. Yana sizga endi beradigan savolimiz, endi obunachilarimiz tabiiyki tug'ilishi mumkin-da. Bizda qo'shni Qirg'izistondan, Qozog'istondan, o'zimizga yaqin chegaradosh davlatlardan ham savol kelib qoladi-da. Albatta. Shularga bizga ham dastavkasi bormi? Dastavka bo'lsa bizga qanaqa narx-navosi o'zgaradimi? Qanaqa bo'ladi? Shularni ham bir gapirib o'tsangiz-da. Bo'ldi. Endi qo'shni davlatlarga avvalo nima deymiz? Bizni qo'shni davlatdan kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarimizga ilohim tanijolar sog' bo'lsin deb qolamiz. Chunki qishda shu qishki oylarda sog'-salomat, misol oilalarda yosh bolalar bo'lsa, yosh kattalar bo'lsa, eson-omonlikda o'tkazib olaylik avvalo. Albatta. Xudo xolasa boraveramiz qo'shnilarda. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bemalol borganmiz, ustonovka qilib berganmiz, boraveramiz, muammosi yo'q. Faqat dastavkalariga narx qo'shiladi. Sababiki bu gipki kamyonimizning narxi hozirgi kunda 90 ming so'm, vodiydagi narxi. Ya'ni Andijon, Namangan, Farg'onadagi narxi. Bitta kengroq ham bo'laverasiz. Boshqa viloyatlarga 90 ming so'm faqat dastavkasiga qo'shiladi, uzoqligi uchun. Endi boshqa davlatlarga bo'ladigan bo'lsa, yana ozgina qo'shiladi. Shunaqa, ustalarimiz bilan kelishib, narx aytib, yana qo'shib, borib qilib beraveramiz, muammosi yo'q xullas. Shu, mana, ichkarilarda ham ko'raveramiz. Do'stlar, qadrdonlar, ko'rishlaringiz. Yana qanday savol? Garantiyasi, garantiyasi ko'pchilikni qiziqtirgan savolda bu. Qanchaga garantiya beriladi? O'zi bitta narsani ayting. Xullas, nima deymiz? Bu dunyoda insonga garantiya yo'q-ku. Albatta. Bizni ishimizga ham bunaqa garantiya deb olmaymiz, lekin qo'ldan kelgancha 4 yildan beri shu ishni qilyapmiz. Birontasini olib telefon qilgan joyi yo'q. To'g'risini aytamiz. Bizga o'rgatgan ustozlarimiz aytgan, bemalol 10 yil garantiya deysan, 10 yildan keyin o'chib ketadimi, ko'chib ketadimi degan savolga yo'q deysanda, 10 yildan ko'p turadi. Faqat 10 yil ichida qandaydir nosozligi yoki ko'chgan joyi yoki boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, borib qilib berasan bo'yningda degan. 10 yildan keyin qilib bermaysan, lekin aslida ko'p turadi, 15-20 yil yo undan ko'p ham turadi. Chunki bu tabiiy mramor tosh deyishgan. Shuning uchun bemalol, misol kimdir uyda ishlasak, garantiya degan so'zni shu ishda oxirida ayting deymiz. Ishda oxirida ishni qabul qilib, misol devorga yopishtirishini ko'radi, boshqa holatlar. Sifatliligini ko'radi, hali garantiya degan so'zni aytmaydi. Chunki o'zi insonda ishonch komil bo'ladi. Fikrlay ko'radi. Haqiqatan bu narsa yaxshi narsa ekan dedi. Bo'ldi dedi, bolalarim xudo xolasa dedi. To'ylarga chaqiramiz, taklifnomalar bilan. Bitta laytni bosib qo'yinglar dedi. Kelaverasizlar dedi. Tamom. Shu xudo xolasa. Shu manzilimiz bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Avazoy qishlog'i. Gipki ishlab chiqaradigan vatani ham shu Rishtonda, akalar, ukalar. Nima deymiz? Bosaveramiz. Bu kimdirlar aytishi mumkin, yoshi kattalar yoki ayollar aytadi-da, telefon qilib qayerdansiz siz Farg'ona Rishtondan desam, bizga uzoq ekansiz, bo'pti deydi, shoshilmay turing deyman. Bitta telefon qiling, uyingizda o'tiring, boraveramiz deyman. Shunaqa muammosi yo'q. Xullas, uyingizni biz yonimizga olib kelmaymiz, olib kelmaysiz, lekin biz boraveramiz uyingizni shu remont qilgani, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar masofalarda farqi yo'q, tamom. Mana shu ko'rinish juda chiroyli ko'rinyapti. Bittadan videoga olib qo'ying. Unaqa operatorlarga. Shu.
Shu endi yopishtiradigan joyi nima deydi, joy tanlamaydi. Qum suvoqqa prямо yopishadi. Agar loy suvoq bo'ladigan bo'lsa, kafennikli tortib keyin yopishtirish kerak. Ha, qumsuvoqqa prямо yopishadi. Prямо yopishadi. Shuni so'ramoqchi edimda hozir. Shu aka. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, qadrdonlar, do'stlar, jigarlar, rannoylar, mana shu akamiz obunachilari kommentariyaga yozinglar. Men xullas nima deydi, boshqa ishlarni yoztirib qo'yib kommentariyaga qarab o'tiraman. Salamni yozib qo'ysangiz javob beriladi. Do'stlar, qadrdonlar, mana ma'lumotni oldilaring. Kimlargadir qiziq bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz albatta. Mana shu akamiz nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, nimaki savol qiziqtirgan bo'lsa so'rab olaverasizlar. Mana Alloh sog' bo'lsin, salom. Videoga bittadan like bosib ko'ringlar akalar. Chunki bu like arziydigan, obuna bo'lishga arziydigan video bo'lyapti. Salomat bo'linglar.